Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. MX dan yangilik kelganimizga A10, A9 modelini ko'rdik. Dalniy blижнийлari juda ham aqlli, chiroyli holatda yoritgan. Bu A10'imizni bizga afzal tomoni, xudo xolasa, eng asosiysi qarama-qarshi tomondan kelayotgan haydovchini ko'zini qamashtirmaydi gay xodimlarimiz ham muammo qilmaydi. Sababi tartibga solingan modul asosida, ya'ni lupadan chiqadi, dalniy ham blижний ham. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni yoritishiga bitta baho berasizlar. Yoritishi juda ham yorug', sifatli, asosiysi tumanda, yomg'irda yo'qolib qolmaydi. Polosasi e'tibor berasizlar, ko'k bas. Xullas, bu lampochkamiz H4 formatdagi barcha avtomobillarga tushadi. Cobalt, Spark, Nexia 3, Gentra, Matiz, Nexia 1, Damas 1, Damas 2, Tico hammasiga tushadi. Nexia 2, Lacetti'dan boshqa hammasiga. Xo'p, o'zlaringiz baho berasizlar. Xudo xolasa bu lampochkamizni narxi ustanovkasi bilan $50 ga chiroyli o'rnatib beramiz.